Yaxshimisiz bir qo'lda böşükni bir qo'lda dunyoni teviradigan hurmatli rafiqam. Yaxshimisiz ailemizning to'riga. Mana men siz degan albuvaqninki suv sumirchalik kuchli sakishni ag'ash keldim. Bo'ldi, ko'rayvermay oyoq qo'yavering. Bular jiq bo'lmaydi. Ilani vaqt to'shdi hozir. Çay içine küsqani asmandek keng, deniz okeandek pakiz, tushlarimdek sehrlik erim. Rahmat sizga. Ashpashtigacha ikkimiz hamkorlashayotganmi 5 yildan ishib qopti. Shundayman, vaqt nima degan tez o'tgan. Shunga men sizni bir o'zimniki mush chiqargan plan andizlari ustida munozirlashib baqsaq degan umidda oldingizga kelishimdi. Ha buldu çataq yo'q, daversangiz buldum. Oldingi haftaning 3-kuni, ya'ni chorshanba kuni sizningki ikkimiz musha hamkorlashib birinchi qatim uyning ichida tirnoqingizni olgan xotir kuningiz kentib, men mushuni bilmay o'tkazib yutib qopdim. Shuningga bizning uydimi bir hafta bo'ldi, tomoq pishmayotdi. Shu issiq tomoq yeb baqmoqli uzun bo'ldi kunda. Ya pomiyanchilab pishayotimiz, ya bo'lmasa chayg'indanchilab yeyotimiz. Shuningga bo'lsa bugun men sizni bir sirtqa chiqib bir mehmon qilib kirsam, ikkimizning mushu aplashib qilib buni lekin uyda issiq tomoqlar pishsa degan umidda mushu plan andizni qo'ygan. Sizchi qanday qaraydigansiz? Mush to'g'riliq bir munozirlash baqsaq degan umidda. Ha yuqori deb o'tgan plan anzizlaringizmi bo'ladi ekan bo'lmasa. Mayli, shu vinch qilaylik. Rahmat sizning qo'llab-quvvatligingizga. Unda qo'ysa, mushu bizningki bugungi yarishib qolganimizningki sifatida men sizni birini suyib qo'ysam, andikin ikkimiz mushundan bilan bir yaxshi bo'lib ketsak deb o'ylagandim. Unda qilsaqmi bo'ladi endi. Lekin shu meni suyishdan burun men sizdan bir savol so'rab baqsam bo'ladimi? Bo'ladi. Har qanday savol so'roqlaringiz bo'lsa qilaversangiz, bo'ladi. Mushu bizning bir haftalik so'roq munosabatlar urushidan nimalarni his qildingiz? Nalarda xatolik o'tkazibsiz? Nimalarni xato qilibsiz? Ashni menga bir tafsili so'zlab bergan bo'lsangiz. Menchi bo'lganda bu qatimliq so'roq munosabatlar urushningki asosliq mas'uliyati menda emas deb. Sizdan so'ng shunda bizanglikda o'quvlik yuz qilinlik qilib, men bilan tantirmoqchimi? Yo'qay, men undaq demoqchi emas. Amsi men bizning mushu so'roq munosabatlar urushining yana bir hafta davomlashishini to'g'ri topdim. Amsi sizni yaxshi o'ylashib bermoqchiman. Men siz bilan yana 5 minut davomlashishni iltimos qilsam bo'ladimi?